Talabalarning bir guruhi katta muvaffaqiyatga erishgan, qimmatbaho mashinalar minib yurgan shifokorlarni ko'rishib, ana shunday yashashni orzu qilib ham shifokorlikni tanlaganlari kam emas. Человек должен обладать очень хорошими знаниями, потому что медики отвечают не только за здоровье человека, но и за жизнь человека. Студент, будущий врач с большим именем. Qo'li yengil shifokor bo'lish uchun albatta Bizni ustozlarimiz aytib o'tganidek, talaba shifokor bo'lishi uchun bir kunda 8 soatdan kam bo'lmagan mustaqil o'z ustida ishlash, kitob o'qishi, dars tayyorlashi kerak. Тот студент, который над собой работает постоянно и продолжает это всю жизнь, он никогда не будет на заднем плане. Он всегда будет только впереди. Это будет уважаемый человек. Это будет человек, нужный обществу. Этот человек будет на переднем плане. Я считаю так. Tibbiyot oliygohida o'qish bu hali shifokor bo'lish degani emas. Bu uzoq va mashaqqatli yo'lning faqat boshlanishi. Xo'sh, qanday talaba kelajakda haqiqiy muvaffaqiyatli shifokor bo'lib yetishadi? Bugun bu savolga Zarymet universitetining professor ustozlaridan javob olamiz. Talabalarning bir guruhi katta muvaffaqiyatga erishgan, qimmatbaho mashinalar minib yurgan shifokorlarni ko'rishib, ana shunday yashashni orzu qilib ham shifokorlikni tanlaganlari kam emas. Shifokor kasbi avvalambor har doim mehnatda, har doim izlanishda va eng og'ir mashaqqatli kasb ekanligini unutmaslik kerak. Talabalikni, shifokorlikni tanladimi, endi bir umr u mehnatda ekanligini unutmaslik kerak. Mehnatdan bir kun to'xtasa, bu shifokorlikdan to'xtagan degani bo'ladi. Odatda bizni ustozlarimiz aytib o'tganidek, talaba shifokor bo'lishi uchun bir kunda 8 soatdan kam bo'lmagan mustaqil o'z ustida ishlash, kitob o'qishi, dars tayyorlashi kerak. Agarda talaba 1 soat, 2 soat dars tayyorlab muvaffaqiyatli shifokor bo'laman deyotgan bo'lsa, bu xom xayoldir. Shuning uchun katta daromad keltirishi istagida shifokor bo'layotgan yoki bo'lishni xohlagan talabalar hamma vaqt ham o'z niyatiga yetisha olmaydi. Albatta, shifokorlikning yo'nalishlaridan kelib chiqib, shifokor o'z ishining ustasi bo'lsa, uni bemorlar qayerda bo'lsa ham so'rab keladi va uni niyatidan ortiqroq baholaydi va o'zi kutmagan narxda ko'p daromad ham keltira olishi mumkin. Lekin uning tagida qora mehnat, og'ir mashaqqatli, uyqusiz tunlar va o'z ustida doimo mehnat, qayta ishlash yotadi. Shuning uchun katta daromad ilinjida meditsinani, tibbiyotni tanlagan talabalar, iloyi Alloh bularni rizqini ko'p qilsin, lekin uning uchun tinimsiz mehnatda, tinimsiz yangiliklardan xabardor bo'lish va o'z ustida kecha-yu kunduz mehnat qilishni talab qiladi. Мне кажется, для того, чтобы стать хорошим специалистом в сфере медицины, человек должен обладать очень хорошими знаниями, потому что медики отвечают не только за здоровье человека, но и за жизнь человека. В некоторых ситуациях, например, акушеры-гинекологи отвечают не за одну жизнь, а сразу за несколько жизней. Поэтому знания у студентов-медиков должны быть хорошие. Если же у человека нет желания учиться, то он не сможет стать хорошим специалистом. И я думаю, что да, скорее всего, это преступление, если студент-медик плохо учится, потому что это может привести к отрицательным последствиям. Гибели людей, инвалидизации людей, то есть очень неблагоприятные последствия. Роль женщин в медицине очень большая. Конечно, очень много женщин, девушек могут стать в будущем очень хорошими врачами, потому что у женщин больше развито чувство эмпатии.
Женщина, она с самого, можно сказать, детства своего ухаживает за братишками, за сестренками, и у нее вырабатывается это чувство заботы о ближнем человеке. А для врача это самое большое главное качество. Ну и если оглядываться на историю, например, в медицине очень большой вклад оставила женщина-врач Бехтерева Наталья. Она работала в Институте мозга. Если непосредственно обратить внимание на нашу Бухарскую область, у нас были две великолепных женщины, врачей, хирургов. Это Борисова Надежда Петровна, Рыбакова Любовь Сергеевна. Они внесли неоценимый вклад именно в хирургию. Qo'li yengil shifokor bo'lish uchun albatta nima bo'lishi kerak? Talabalik davri 6 yilga bo'linadi, to'g'rimi? 6 yil davomida boshlang'ich kurslarda talaba nazariy bilimlarni mustahkam o'rganishi kerak. Endi ikki xil tushuncha bor, o'qish va o'qish bu. Talaba nafaqat o'qishi va o'qib bo'lishi kerak har bir tushunchani. Qachonki uyni fundamentini mukammal qura olsangiz, uyni keyin ishonch bilan qura olasiz yuqorisiga. Shuning uchun ham birinchi navbatda talaba institutda beriladigan nazariy bilimlarni mukammal o'zlashtira olishi kerak. Va yuqori kurslarda klinik fanida o'zini ustozlar bilan birgalikda bemor ko'rish jarayonida bemordan o'zini olib qochmasligi kerak. Doim ustozni ko'rsatishni boshladimi, chin ko'ngildan o'sha bemorga yondashish kerak. Hech qachon erinmasdan, dangasalik qilmasdan chin ko'ngilda sidqildan yondashish kerak. Shunda 6 yil davomida haqiqatdan qo'li yengil, mukammal shifokor bo'lib voyaga yeta oladi. Студент, будущий врач с большим именем. По сегодняшний день таких студентов мы и выпускали, которые стали работать и в министерстве, и в здравоохранении, и в областных отделениях здравоохранения, и за границей. Студенты, которые могут добиться таких высот, это студенты, которые постоянно работают над собой. Это студенты не лентяи, они искатели, постоянно ищут новизну. Это студенты, которые всегда занимаются тем, что они желают. Усвоить материал, глубоко усвоить. Студент, который добивается больших успехов, он постоянно старается узнать больше и больше. Он не сидит сложа руки на занятиях. Он постоянно обращается к педагогу с вопросами, с определенными заданиями. Он интересуется не одним учебником, а многими учебниками. Поэтому я думаю, тот студент, который над собой работает постоянно и продолжает это всю жизнь, он никогда не будет на заднем плане. Он всегда будет только впереди. Это будет уважаемый человек. Это будет человек, нужный обществу. Этот человек будет на переднем плане. Я считаю так. Har bir kasbning o'ziga mos xarakterga ega bo'lgan xodimi bor. Hamma ham shifokor bo'lishga qobiliyati bo'lmasligi mumkin. Hamma ham qobiliyatli xirurg yoki terapevt yoki pediatr yoki akusher ginekolog. Meditsinaning o'zida, ya'ni tibbiyotning o'zida turli yo'nalishdagi kasblar yoki mutaxassisliklar bor. Ichida biz terapevtlar deymiz, ya'ni kesmay davolovchi, va xirurglar deymiz, kesib davolovchi. Mana shu yerning o'zi ham talabalarning katta guruhga bo'lib tashlaydi. Ayrim talabalarimizda ko'ngilchanlik, odamlarga ichi achish hisli bo'layotgan talabalarimiz ko'pchiligi xirurgiyaga birinchi darsga kirib, operatsiyaga kirganda hushdan ketib yiqiladi va xirurgiyaga hech qachon yaqinlashmay ketadi. Balki qonning hidi, balki o'sha yerda bo'layotgan jarayonda badanni kesish, balki o'sha yerdan taralayotgan bo'q yoki boshqa holatlar ko'plab talabalarimizda saralab qo'yadi. Agarda bolaligidan qassoblikda qo'y so'yib, quyon so'yib, xo'roz so'yib yurgan talabalarimiz qondan qo'rqmasligi, badanni kesish tajribasi bor talabalarimiz kelajakda albatta xirurgiya yo'nalishi bo'yicha moneliklar bo'lmaydi. Lekin shunday talabalarimiz borki,
xirurg bo'laman, jarroh bo'laman deb bitta operatsiyaga kirgandan keyin rangi oqarib, hushidan ketib, bu yerdan jo'ralari ko'tarib chiqib ketib qolib, yaqinlasholmay qolib, meditsinani tark etib ketayotgan holatlari ham bo'ladi. Ularning ichidan albatta pediatrlarni men juda qadrlayman. Pediatrlarda hozirgacha hurmatim o'ta baland. Pediatrlarda ko'ngli bolalardayin bir toza, oq vrachlarimiz kam uchrasa kerak. Ular bari bolajonni suyadi. Bunday vaqtlar haqiqatan bolalarning xarxashasini ko'tarayotgan, bolalarni injiqligini, bularning ko'ngli shu darajada keng bo'lishi kerakki, bolalar qancha janjal qilsa ham o'z kayfiyatini buzmasdan ularni asta-asta yupatib, o'z bolasiday mehr ko'rsatayotganlar pediatr bo'ladi. Mana shu o'rtada terapevtlarimizning turli-tuman yo'nalishlari bor. Gematolog deymiz, yoki bo'lmasa endokrinolog deymiz, yoki bo'lmasa boshqa soha, gastroenterolog, gepatolog sohalarimiz, infeksionistlarimiz, terapevtlarimiz. Bular ham bari ko'ngli juda keng, mehrli insonlar. Bularning barchasi bemorga xushfe'l, ko'pchiligi bemorning ichki sirini bilib olish uchun yuzlab savol bera olayotgan topqir insonlardir. Chunki xirurgiyani kesib ko'rib, uni yonida o'tirgan talaba o'rganib, yonida 3 yil, 5 yil, ba'zilari 7 yillab, 8 yillab yonida yurib, ko'rib o'rganadi. Lekin terapevtlarimiz ongda, fikrida o'ylab bemorga diagnoz qo'yadi, tashxis qo'yadi. Uni yonida turgan talaba ustozi nimani o'ylayotganini ko'p holda tushuna olmaydi. Shuning uchun terapevt bo'lish uchun o'zida fikrlash qobiliyati juda chuqur bo'lishi kerak. Talabalarimiz bo'lim, kafedra, mutaxassis sikllarni o'tganda ular saralana boshlaydi va ular o'ziga mos kasbni 6-kursni bitirganda o'zi ustuvor qilib qo'yadi va keyin kasb tanlaydi. Ikkinchi yo'nalish bor. Albatta, ota-onasi shifokorlar. Bularga juda ko'p narsa oson. Bolalikdan, oilasidan shifokorlarning so'zlarini eshitib, ular institutga kirguncha bizning hozir bu yerda 1-2-kurslarni o'tayotgan ko'p narsadan boxabar bo'ladi va bular haqiqatan ham samaraliroq, ertaroq vrachlik yoki tabiblik yoki shifokorlik kasbini erta egallaydi. Bularning ichida 2-kurs, 3-kursdan o'zi bemorlarga yordam ko'rayotgan darajaga yetisha oladi. Shuning uchun davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri ustoz shogird degan tizimni kiritishga harakat qilishyapti. Chunki agarda biz shogirdlarimizni qancha erta ustozlar qo'liga topshirsak, ular shuncha erta ularni hayotga tayyorlay oladi. Ibn Sino 17 yoshida tibbiyotni to'liq o'zlashtirib bo'lgan edi. Bizning ko'pchilik aksariyat talabalarimiz 17-18 yoshga kirganda talabalik meditsinaga kiryapti va undan keyin kasb yo'nalda jafo chekishni boshlayapti. Har qanday kasb erta boshlangani yaxshi. Shuning uchun nasib bo'lsa Zarmetning oldiga katta rejalari bor. Meditsinani klasterlash degani bu Zarmetning o'zini maxsus meditsinaga mo'ljallangan maktablarini tashkil qilish va maktablaridan keyin o'zlarini kollejlarini tashkil etish va kollejlardan so'ng kerak bo'lganda tibbiyot institutidan oldingi podkurs, ya'ni qisqa kurslar, 6 oylik, 1 yillik kurslari bilan tibbiyotga tayyorlash. Mana shu uzluksiz ta'limni agar yo'lga qo'ya olsak, o'ylaymanki, eng yaxshi mutaxassislarni universitetimiz tayyorlashga muvaffaq bo'ladi. Shuning uchun mana bunday tizimli yondashish, mana bunday erta yoshdan talabalarni puxta tayyorlash, o'ylaymanki, dunyoga raqobat qila olayotgan vrachlar tayyorlashga olib keladi. Bu yerda albatta talabaning sifatiga kelayotgan bo'lsak, talabani erta ko'nikmalarga o'rgatsak, biz katta kurslarda qiynalmay, o'z kasbdoshimizga murojaat etganday, muomala qilganday, biz talabani o'qitmaymiz. Biz vrachni o'qitamiz, vrachni tayyorlaymiz. Какое качество нужно развивать в студентах для того, чтобы в будущем стать хорошими врачами? Ну, главное качество – это, конечно, эмпатия, потому что у них должна быть и ответственность, и желание помочь. Медицина – это всегда желание помочь. Еще Гиппократ всегда говорил о том, что самая первая заповедь медицины – это не навредить больному. Поэтому самое первое – мы должны помочь
человеку в его болезни. И поэтому врач должен обладать именно чувством эмпатии. Это одно из главнейших. И мы должны научить студентов этому сочувствию, сопереживанию, эмпатии. Второе качество, которое необходимо развивать в будущих врачах, в сегодняшних студентах, это клиническое мышление. Это очень важный момент. Уметь интегрировать несколько наук вместе для того, чтобы вывести точный диагноз. Потому что для этого надо точно знать патогенез. Очень многие врачи на сегодняшний день, это может быть какая-то проблема даже, есть такое понятие симптоматического лечения. А лечение должно быть патогенетическим. Для того, чтобы вам даже было это более понятно, я могу объяснить так. Представьте себе, к вам приходит больной, у которого высокая температура. У него вирусное заболевание. И есть такое понятие, как дать ему таблетку для того, чтобы у него снизилась температура. Но это не считается патогенетическим лечением, потому что лечение заключает в себе убрать причину. Это значит убрать вирус. Вы должны этому больному не жаропонижающее дать, вы должны этому больному дать противовирусную терапию. Вот это и будет называться патогенетическим лечением. Для того, чтобы это знать, для того, чтобы следовать этим канонам, обязательно студент должен знать патогенез развития. А это значит и физиологию он должен знать, и патанатомию должен знать, для того, чтобы клинику и симптомы собрать все в один симптомокомплекс и потом на основе этого назначать лечение. Kelajak shifokori deganda ko'zimni oldiga birinchi navbatda klinik fikrlay oladigan, chet tillarini bila oladigan va texnologiyani mukammal ishlata oladigan inson ko'z oldimga keladi. Nimaga endi aynan bu fikrlarni aytyapman? Tashqi ko'rinish shifokorni bo'lish kerak. Bu aynan modniy kiyinishi yo rasmiy kiyinishda emas. Birinchi o'rinda hamma joyi top-toza bo'lishi kerak. Tibbiyotni asosiy belgilaridan biri. Ikkinchisi ham qalb tozaligi, ham tanasini ham tashqi ko'rinishi toza bo'lishi kerak. Chunki bemor o'z dardini ishonib aytadigan inson tashqi ko'rinishi ham muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi navbatda shifokorda chet tillarni mukammal darajada bilish kerak. Misol uchun zamonaviy adabiyotlar, zamonaviy davolash tekshirish usullari chet tilda, ingliz tilda, nemis tilda, boshqa tilda bosib chiqariladi. Bulardan doimiy xabardor bo'lmagan shifokor bitta urunda qotib qoladi. O'sha urundan yuqoriga o'ta olmaydi. Bu uchun doimiy o'z ustida ishlab borishi va yangi chiqarilgan publikatsiyalarni o'qib borish kerak. Va uchinchi aytgan narsam bu zamonaviy texnologiyalar. Zamonaviy diagnostika, davolash usullari, masalan, angiografiya, boshqa endoskopiya, boshqa usullar hammasi zamonaviy texnologiyalar orqali qilinadi bu ishlar. Agar shifokor mana shu texnologiya ishlata olmasa yoki qanday mexanizmda ishlashini tushunmasa, u o'sha ishlarni qila olmaydi. Ya'ni kelajak shifokor bo'la olmaydi. Hozirgi kundagi, masalan, o'tmishdagi davolash usulini yangicha variant bo'lib qoladi xolos. Студент, который знает только теорию, но не может это применить в практике, то в медицине он не добьется ничего. Это теоретик. Это теоретик, который не может выполнить простых операций. Тот же эндокринолог, тот же хирург. Да любая специальность медицины, она в первую очередь построена на навыке. Если врач имеет большой опыт, навык и правильный навык, опытный навык, то этот врач, об этом врачи говорят, у него легкая рука, у него успешно проходят операции. Он может привлечь людей больных, которые ищут помощь, и помощь профессиональную. Но тот студент, который ходит с книгами, может быть, знает теорию, но никогда не держал в руках инструмент, медицинский инструмент, этот, в кавычках, специалист, он свои знания не сможет применить в будущей своей профессии. Это останется у него, как говорится, в его замке. Опять же говорю, что необходим практический навык. Да, наша цель, чтобы не только теоретически подготовить, но и подготовить его практически, чтобы этот студент, прочитав теорию, он смог вот это применить на практике, увидеть это в кабинете врача, увидеть это наяву в операционной. Вот только тогда он сможет стать хорошим врачом.
Для студентов нашего университета предоставляется очень много возможностей набираться опыта не только в учреждениях медицины, которые находятся на территории Узбекистана, а также за рубежом, в таких странах, как Турция, Америка, в странах СНГ. Поэтому те ребята, которые желают поступить в медицинский вуз, я им советую поступать в университет Зармед, и у них тоже будет такая возможность стажироваться не только у нас, но и в других странах тоже. Врач будущего, в моем представлении, это человек, который обладает очень большим кругозором и большими знаниями. Но не только теоретическими знаниями, но и практическими знаниями, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы стать хорошим специалистом, на сегодняшний день человек должен знать не один только свой родной язык, я так думаю, но и владеть международными языками. Если это в наших условиях, это русский язык, английский язык, но кто-то, может быть, еще какие-то языки может изучать. Я так думаю, что знание языков – это плюс в копилку знаний каждого специалиста, тем более медика. Почему? Потому что если человек знает несколько языков, у него больше возможностей получать информацию хотя бы из СМИ или хотя бы из медиа-платформ. На сегодняшний день информацию очень много можно получить через интернет. Если человек едет стажироваться, например, за границу, это тоже плюс знания языка. Непосредственно с представителями других стран он может общаться на их языке и лучше понимать и усваивать информацию. Я так думаю, что. Во время учебы каким должен быть студент? Вообще, врачом становится те, которые ставят перед собой цель, что я завтра буду помогать людям, что завтра от меня будет зависеть жизнь моих товарищей, моих окружающих родственников, моих друзей по городу, моих соотечественников. Значит, этот человек не должен быть меланхоличным. Почему? Потому что медлительный врач смерти подобный. В своих действиях врач всегда должен быть быстрым, целеустремленным. Тот же хирург, если своевременно не предпримет определенные операционные действия, то он может потерять пациента. Поэтому врач должен быть или холериком, или сангвиником. То есть всегда быстрым, целеустремленным. И главное, чтобы в том же студенте развить эти качества, значит, педагогу надо будет больше требовать выполнения тех или иных заданий по предметам. Чем больше будет заданий, тем человек становится быстрым, больше выполняет нужных поручений, заданий и так далее. Вот в этом будет и наш, как говорится, наш труд. 6 yillik yoki stomatologiya bo'lsa 5 yil o'qish davomida talaba doimiy bilimga chanqoq bo'lishi kerak. Ya'ni dars boshlangundan to tugaguncha 80 minut davomida o'qituvchisidan maksimal bilimni ola olish kerak. Ya'ni uyda yaxshi tayyorlanib kelgan talabada albatta o'sha mavzuda savol tug'iladi. O'qib turgan paytda doimiy nimaga shunaqa degan savol bo'lishi kerak talabada. Dars mobaynida o'qituvchisidan tinimsiz bezovta qilish kerak. Bu narsa nimaga, qanday deb tinimsiz savol berib borish kerak. O'shandagina u haqiqatdan ham mukammal zo'r shifokor bo'lishi uchun kerakli bilimlarni o'zlashtira oladi. Bitta tushuncha bu, talaba juda qiynalib o'qisa, bitirgandan keyin yengil hayot kechiradi. Agar talaba 6 yil davomida yengil yashasa, uydan kulib yashasa, hayotining qolgan davrini juda qiynalib o'tkazadi. Shuni talaba esdan chiqarmaslik kerak. 6 yillik o'yin kulgu uchun kelajagini barbod qilib qo'ymaslik kerak. Oxirgi so'z o'rnida shuni aytmoqchimanki, barcha tibbiyot institutidagi talabalarga maslahatim shuki, hech qachon aybni kimdandir qidirmang. Doim aybni o'zingizdan qidiring. Nimaga? Shu savoldan javobini men bilmadim. O'qituvchingizni yo muhitni, ob-havoni yoki nimandir aybdor qilishga urinmang. Faqat o'qing. Savolga javobni o'zingiz intiling. Talaba bilim olishi uchun, umuman inson bilim olishi uchun birinchi o'rinda o'zi harakat qilish kerak. Buni atrofdagi muhiti, boshqa omillar ikkilamchi narsa emas. Shuning uchun ham
talabaga maqsadim faqat o'qing, izlaning, harakat qiling. Роль психологии в медицине, я считаю, она очень важная. А одна, может быть, тоже из важнейших задач, потому что, это больше входит в понятие создания контакта с больным. Потому что если представить себе болезнь, больного и врача, получается треугольник, правильно? Вот в этом треугольнике, если врач объединится с больным, с пациентом, то болезнь будет победить легко, потому что здесь получается 2 человека, а здесь 1. Но если позволить пациенту объединиться со своей болезнью, когда на этой стороне будет оставаться всего только 1 врач, то гораздо сложнее победить эту болезнь. Поэтому объединиться с пациентом, стать для него убедительным человеком, стать для него человеком, которому он будет испытывать доверие, это очень важная именно психологическая миссия врача. Поэтому психология очень важна. И для этого, конечно, будущий врач, сегодняшний студент, должен изучать психологию, потому что он должен знать, что есть несколько психотипов людей. Есть люди интроверты, есть экстраверты. Одному скажешь про его болезнь сразу, он может в состояние стресса впасть, в состояние паники, правильно? И поэтому подбор слов, умение ввести его в состояние, когда уже можно сказать ему о его диагнозе, это задача психологии. Да, на сегодняшний день студент должен этому учиться. Shifokor shiori avvalambor doimo o'z ustida ishlash va bemorning mashaqqatini arzon, qisqa muddatda kam xarajat bilan bemorni oyoqqa qo'yish, qisqa muhlatlar bilan uning kelajagini, salomatligini, kasal bo'lmasligini ta'minlashni o'ziga shior qilish kerak. Bemorning begonasi bo'lmaydi. Bemor 2 xil, begona va o'ziniki degan tushuncha mutlaq noto'g'ri tushuncha. Bemor bu uning o'z o'g'li, o'z qizi, o'z otasi, onasi, o'z yaqinlaridek murojaat etish kerak. Shuning uchun shiori hamma o'ylaymanki, bu bemor mening eng yaqin kishim degan shior bilan yashash kerak. Universitetimizning ushbu ustozlari mehnat faoliyati davomida umumiy hisoblaganda 63 mingdan ortiq talabalarni o'qitishgan. Shunday katta tajribaga ega ustozlarimizdan yaxshi shifokor bo'lish uchun ushbu video orqali asosiy savollarga javob oldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Zarmet universitetida ko'rishguncha.